Assalomu alaykum hurmatli Qo'g'ay Texno kanali obunachilari. Mana gazoblok uskunalarni ishlab chiqaradigan seximizda o'zimizga o'rnatgan gazoblok linamizda gazobloklarimizni kesish jarayonlari. Bu gazobloklarımizdan usti qatlamidan olingan asfaltda mana bu yerda o'zimizni pechatlarimiz orqali mana g'ishtlarni ham chiqaryapmiz. Chiqaravering. Ustidan chiqqan ishlarni shunday qilib g'isht qilib chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni bez отходный biznes hisoblanadi. Bu yerda mana linadan birinchi qatorda quyib, bu yerda kesga tayyor bo'ladi hamda bu yoqqa o'tib poddomga mana tayyor holatda sotuvga chiqib kelaveradi. Xohlasam hozir qatirilyapti. Kesilishni ham hozir qo'yamiz albatta. Sizlarga ham agar shu gazoblok lina kerak